Assalomu alaykum, hurmatli Eurometal YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarga Skromniy Vid'dagi Samarqand darvozamizni obzorini bir qator qilib beramiz. Xo'p, bu darvozamiz materiallari keladigan bo'lsak, brusak lis, 2 qavat shumkali bo'lgan. Xo'p, kraskalar, toza devo kraskalardan foydalanganmiz. Profillari keladigan bo'lsak, 6 ga 4 107 lik seriyasi foydalanganmiz. Ranglari ham juda ham Skromniy va nalishkalari ham boshqacha uslubda bo'lgan, yangicha uslubda. Xo'p, darvozamiz kraskasiga 5 yildan 10 yilgacha garantiya beramiz. Buni yon stoykalar 10 lik shvillerlardan bo'ldi. Xo'p, 1 kvadrat metrini bunikini 1 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi ichida tayyorlab beryapmiz. Xo'p, bu bolasi bilan bo'lgan Marg'ilonga, Farg'onaga ustanovka bo'ladi. Orqa ko'rinishini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, orqa ko'rinishi bu 2 qavatli varianti bo'lgan, ya'ni 1 million 300 ming so'mlik varianti. Endi buni 1,5 milliondan tayyorlanadigan bo'lsa, shu profillar ham ko'rinmaydigan bo'lib, buni yopib 3 qavatli qilib beriladi. Bu o'sha 1 million 300 minglik varianti, 2 qavatli varianti bo'lgan. Lekin buni ham xizmati ham, boshqasi ham hamma narsasi xolos zo'r bo'ladi. Xo'p, bu bolasi bo'lgan. Nalishkalar yoniga 30 dan chiqqan. Xo'p, tepasiga 40 sm chiqazganmiz. Gullari ham juda ham o'ziga yarashib chiqqan. Kimga shunaqa temir darvozalar kerak bo'lsa, va bundan tashqari har xil darvozalarimiz bor, shtampovka darvozalarimiz bor. Qanaqasidan kerak bo'lsa, xudo xolos qilib beramiz. Bizda shtampovka darvozalarni kraskadan oldingi jarayoni, xo'p, ponni zanglarini tozalab, yog'larini ponni yuvib ishlatiladi. Xo'p, endi bu darvozamiz shtampovka darvozamizni ponni kraska bo'lgan varianti. Mokriy ranglardan sochilgan. Xo'p, listlar 1-2 lik, profillar 6 ga 4, 1-1 lik stenada bo'ladi. Yon stoykalar 8 ga 6. Kraskalar ham shu toza devo kraskalardan foydalanilgan. 1 kvadrat metr bularnikin 550 ming so'mdan vodiy bo'ylab 650 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi ichida chiqadi. Kimga shu va shu turdagi darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Like, kommentariy, obuna tugmalarini bosib qo'yinglar.